Demaymiz, xalqni aldamaymiz. Biz hammasini to'g'risini aytamiz. Men hammasini ochiqchasiga aytaman. Nega ochiqchasiga aytaman? Chunki men $200 foyda qo'yaman. Boshqalar nega bekitadi? 600-700 qo'ygandan keyin bekitadi. Zavod narxida stav 156 million 100 ming. 1 so'm ustiga qo'ymayman. Zavod narxiga 156 million 100 ming. Endi hammasini ochiqchasiga avtokritika aytaman. MCM stav boshlanish to'lovi 46 million 500 to'laysizlar, 3 million 367 mingdan 5 yilga. Sug'urtangiz 4800 sug'urtangizga ketadi. 39 million boshlanish to'lovingizdan tanadan minus bo'ladi. $200 foydam bor, $100 rasxod ketadi, $100 o'zimga qoladi, yetadi menga. Bu 5 yilga, endi 3 yilga 45 million boshiga 4 million 600 dan oliy to'lov 3 yilga. Sug'urtangiz $2800 sug'urtangiz ketadi. 39 million tanadan minus ketadi. $200 foydam qoladi, $50 dokumentchiga, $50 rasxod, $100 yetadi. Men $500-600 ga ishlamayman, menga $100 yetadi. Shu bilan kayf qilib o'tiraman. Endi MCM Midnight boshlanish to'lov 47 million 500 to'laysizlar, 4 million 857 mingdan oliy to'lov. Sug'urtangiz 3 million 41 million 300 tanadan minus ketadi, $200 qoladi, $100 o'zimga qoladi, $100 rasxod. Xohlasanglar 5 yilga 49 million boshlanish to'lov, 3 million 561 ming oliy to'lov. Sug'urtangiz 5 million 100 ming ketadi, 43 million minus ketadi. $100 yetadi. Hamda bonusi beraman. Video registrator, polik, podnomer hamda benzin beraman. Kelinglar, mendek haqqoniy ochiqchasi gap salon kelinglar.